Gulnora Karimovaning Shveysariyada musodara qilingan aktivlarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha ushbu mamlakat hukumati bilan kelishuvlar imzolangani haqida bir necha bor xabar berilgan edi. 24-aprel kuni Olmaliq shahridagi matbuot anjumanida mablag'larning qanchasi O'zbekistonga qaytarilgani va nimalarga sarflanayotgani, jarayon qanday kechayotgani to'g'risida ma'lumot berildi. Iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari Otabek Fozil Karimov Gulnora Karimova Shveysariyaga noqonuniy olib chiqib ketgan mablag'lardan 131 million dollar qismini O'zbekistonga qaytarish bo'yicha kelishuvga erishilganini aytib o'tdi. Shundan 97 million dollari Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'p tomonlama Trust jamg'armasi huzuridagi ishonch jamg'armasiga kelib tushgan. Ushbu mablag'ning 87 million dollar qismi O'zbekistonning ta'lim va sog'liqni saqlash sohalariga teng taqsimlandi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistondagi 231 ta tug'ruq muassasalari uchun 23 turdagi 5841 dona zamonaviy tibbiy uskuna sotib olingan. 11 ming nafardan ortiq tibbiyot xodimlari o'qitilgan. Iqtisod qilingan mablag'lar hisobidan yana 1400 dan ortiq tibbiy jihozlar olib kelinishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, ta'limga ajratilgan 43,5 million AQSh dollarining salkam yarmiga axborot texnologiyalari va ta'lim imkoniyatlarini oshirish loyihasi ishga tushirilgan. Ikkinchi demak komponentimiz, ya'ni 43,5 dan 23,5 ni aytdik. Endi 20 million AQSh dollari miqdoridagi komponentimiz qolyapti. Ushbu komponentimiz doirasida bu maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi Birlashgan Millatlar Tashkilotlari bilan birgalikda demak maktablarda yashil va gender tamoyillariga asoslangan sanitariya, gigiyena, isitish tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha loyihasi ishlab chiqilmoqda. Rasmiyga ko'ra ajratilgan mablag'larga nima, qanchaga sotib olingani nazorat qilib boriladi. Shuningdek, u kelgusida Shveysariya va Belgiyadan olinishi kutilayotgan mablag'larga ham to'xtaldi. Alohida veb-sayt yaratilgan, Ishonch 2030 va o'sha joyda demak havolalar ham berilgan va bundan keyin har bitta o'sha amalga oshirilgan ishlar hisoboti ham o'sha demak saytimizda e'lon qilib boriladi. Shveysariya hukumati tomonidan mana aytib o'tilgandek, biz birinchi demak transhimiz bo'yicha 131 million, keyingi transhimiz mana 182 million va bundan tashqari demak Belgiya hukumati bilan ham demak hozirgi kunda qaytarish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Demak aytib o'tilgandek o'sha e'lon ham qilindi, buni xabaringlar bor. 108 million AQSh dollari miqdorida ekan. Bu bo'yicha ham keyinchalik yana natijalari bo'yicha qo'shimcha axborot berib boramiz. Hali aniq emas, hozir muzokaralar olib borilyapti. Buni endi aniq keyin yana axborotni beramiz. Kunuz muxbiri Shveysariyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Konstantin Abalenskiydan mamlakatda muzlatib qo'yilgan boshqa mablag'lar haqida so'radi. Shveysariyada ikkita jinoyat ishi yakunlanganligi bo'yicha va undan musodara qilingan mablag'lar haqida ma'lumotlar berildi. Va bundan tashqari Shveysariyada yana nechta jinoiy ish ochilgan va ular qaysi bosqichda ketyapti? Mana xabarlarga ko'ra, hozir Shveysariyada 840 million dollar muzlatib qo'yilgan Shveysariya banklarida. Ular ham qachondir qaytariladimi? So the 313 million. Shunday qilib, biz avval tilga olgan 313 million dollar Shveysariyada Gulnora Karimova ishi doirasida muzlatib qo'yilgan mablag'larning bir qismidir. Bu mablag'lar uzul-kesil musodara qilingan. Chunki avval mablag'lar muzlatiladi, so'ngra an'anaviy huquqiy jarayonlar boshlanadi. Agar ushbu jarayon natijasida mablag'lar noqonuniy ekani aniqlansa, ular musodara qilinadi va keyinchalik qaytarilishi mumkin. Demak, 313 million dollar musodara qilingan va qaytarishga tayyor. Qolgan mablag'lar bo'yicha hozircha bir narsa deyish qiyin, chunki sud jarayonlari davom etmoqda. Aytishim mumkinki, Shveysariya va O'zbekiston musodara qilgan barcha mablag'lar O'zbekiston xalqi manfaati uchun qaytarilishi kerak degan tamoyilni qabul qilgan. Bizning holatda Shveysariya bu mablag'larning hech qanday qismini o'zida saqlab qolmaydi. Faqat jarayon xarajatlarini qoplaydi xolos. Bu esa tabiiy hol. Qaytarish jarayoni musodara qilingan barcha mavjud mablag'larga taalluqli bo'ladi. Anjuman davomida perinatal markazlardagi eski tibbiy asbob-uskunalar taqdiri haqida ham ma'lumot berildi. Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonova o'tgan 30 yil davomida tug'ruq komplekslariga jiddiy e'tibor berilmaganini ta'kidlab o'tdi. O'zbekiston Respublikasida 30 yil davomida tug'ruq komplekslarini reanimatsion bo'limlari, operatsion xonalari va chaqaloqlar reanimatsiyasi borasida jihozlashga imkoniyat bo'lmagan. Biz davlatimiz rahbaridan cheksiz minnatdormiz. Bu fond pullarini aynan shu bolalar reanimatsiyasi, go'daklarimizga, kuvezlar, sipaplar, chaqaloqlar uchun IVL apparatlari
va reanimatsion kattalar homiladorlar uchun o'sha sun'iy nafas olish apparatlari, monitorlarini sotib olishga imkoniyat yaratib, shu fondni pulini aynan perinatal xizmatga, ya'ni chaqaloqlar va homiladorlar xizmatiga yo'naltirilgan. Bularni o'rnida eski holda yo eskirib qolgan apparatlar yo'q. Bu ko'plari birinchi marta kelyapti, lekin 46 ta tumanlararo perinatal markazga davlatimiz rahbari tomonidan alohida 2023-yilda jihozlash amalga oshirilgan. U jihozlash 8 turdagi, u ham o'sha reanimatsion xizmatda bugun sizlar ko'radigan tumanlararo perinatal markazda ham qisman apparatlar bor, lekin biz juda katta ekspertlar guruhi har bir tug'ruq kompleksini, asbob uskunalarini, hisob kitobini katta inventarizatsiya qilib, inventarizatsiya natijasida nimalar bor, nimalar yo'g'ini hisobga olib, yo'q apparatlar sotib olindi. Bu gal yana oldinda mana hozir agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Otabek Rustamovich 231 ta deyaptilar, elchi janoblari 230 ta deyaptilar, chunki bu dinamik loyiha bo'layapti. Demak, bu loyiha yakuniga yetgandan keyin O'zbekistonda o'sha onalar va bolalar o'limi kamayishiga bir nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Albatta. Shuna deb hisoblasak Albatta, bo'ladimi? bu asosiy maqsadimiz. Asosiy maqsadimiz biz o'sha keskin kamayishiga, men o'sha Shveysariya tomoniga ham bizni O'zbekiston hukumati, davlatimiz rahbarini bu qo'llab-quvvatlashni, ular qo'llab-quvvatlab bu pulni sog'liqni saqlash tizimining perinatal xizmatiga yo'naltirilgani uchun yana bir bor minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bu chunki onalar va go'daklar o'limini qisqartirishga 3 ta omil bor. Bu kadrlar salohiyati, bu moddiy texnika bazani mustahkam bo'lishi va albatta jamiyatning onalarga bo'lgan munosabatlari bilan hamohang bo'ladi. Vazir o'rinbosarining qayd etishicha, Ishonch 2030 jamg'armasi orqali barcha tug'ruq muassasalari ta'mirlangan. O'zbekistonda ta'mirga, e'tiborga muhtoj qancha tug'ruq muassasalari qoldi? Biz hozir ana shu Ishonch 2030 loyihasi orqali barcha tug'ruq komplekslarimizni ta'mirladik. Men aytdim, mana hatto bitta yangi tug'ruq kompleksi, Chirchiqdagi tug'ruq kompleksi to'liq ekspluatatsiyaga topshirildi. Bugungi kunda ikkita tug'ruq kompleksimiz bu Toshkent shahrida va Surxondaryoda ta'miri yakunlanishini kutyapti. Demak, umuman qolmaydi. Ha, biz doimiy mana bu asbob uskunani qabul qilish uchun bizda kommunikatsiya va binolarimiz tayyor bo'lishi kerak edi. Tayyor bo'ldimi hozir? Ha, men aytyapman-ku, 3 tagina tug'ruq kompleksi mana yilni o'rtasi mustaqillikkacha ochilishi kerak. Mana 1 yilda O'zbekistonda muddatidan oldin, ya'ni chala tug'ilish deymiz. Shu nechta chala tug'ilish holatlari bo'lyapti? Ya'ni bolalarni o'z muddatiga 9 oy, 9 kunga yetmasdan 7 oylik, 6 oylik tug'ilish holatlari nechta? Taxminan 1 yil. Hatto men sizga aytayman, 5 oyliklar ham tug'iladi. 22 haftalik O'zbekistonda 22 haftalik tug'ilgan chaqaloq, agar u 500 grammdan oshiq bo'lsa, agar unda bitta hayot belgisi bo'lsa, tirik tug'ilgan chaqaloq hisoblanadi. Bunday chaqaloqlar bizada 3000 ga yaqin tug'iladi yiliga. Bular hammasini hayotiga biz qo'llab-quvvatlash uchun barcha chorani ko'rishimiz kerak. Bu asbob uskunalar ana shunga yo'naltirilgan. Shunda 50-60% saqlab qolinayotgan bolalar yo unaqa raqamlar 3000 ta bola tug'iladi. Nechtasi hozir shu perintal zamonaviy perintal markazlari tomonidan boyagi parvarishlar? Bilasizmi, bu biz 2014-yildan beri amalga oshirib kelyapmiz. Foizlari ham agar 500 grammli tug'ilgan bo'lsa 30%, 500 grammli chaqaloq juda ham kichik 50%, o'sha 1,5 kilodan yuqorilari 70%, 2 kilodan yuqorilari 95-100% saqlanib qolinyapti. Katta rahmat.